So'nggi yillarda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Chekka hududlarga ham obi hayot yetkazib berilmoqda. Afsuski, bugungi kunda Sirdaryo viloyatining ichimlik suviga bo'lgan debitor qarzdorligi 38 milliard so'mni tashkil qiladi. Navbatdagi bo'lib o'tgan yig'ilishda qurilish va investitsiya bo'yicha viloyat hokimi o'rinbosari Alisher Bo'riyev boshchiligida viloyat tashkilot rahbarlari, suv ta'minotining barcha tuman shahar mas'ullari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ichimlik suviga bo'lgan debitor qarzdorliklarni undirish bo'yicha chora-tadbir ishlab chiqishlari, aholi o'rtasida mahallabay ish olib borilishi, ichimlik suvidan qarzdorligi bor yuridik va aholi iste'molchilari tarmoqdan uzilishi, qarzdorlik esa sud ijro tizimlari orqali undirilishi aytib o'tildi. Shuningdek, viloyatning barcha tashkilotlari xodimlari 10-aprelga qadar ichimlik suviga oldindan to'lov qilishlari tushuntirildi. Xodimlarning to'lov salohiyatini o'rganib chiqilishi uchun alohida platforma ishlab chiqilishini ko'rib chiqish aytib o'tildi va har bir mahalla fuqarolar yig'ini raislariga kunlik tushum bilan shug'ullanish topshirig'i berildi.